Xo'p, assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Xudo xolasa mana o'sha opondagi ishimizni polni tugatdik. 6 ta panel qo'ydik usta aka. 6 ta panel qo'ydik. Xo'p. Bu qanaqa nimani vazifani bajaradi? Bu nima vazifani bajaradi? Panel qo'ydik. Mana bitta VTG fosfat 5 kilovatlik akkumulyatorimiz, bitta 6.2 inverterimiz bo'ladi. O inverter nima vazifani bajaradi mana? 6 kilovatlik mana 6 ta panel bilan hozir berayotgan toki yaxshilaydi. Mana bir bo'lsa 2620 watt 21 watt tok beryapti ana shu. Akkumulyatorga 42 plus minus 42. Xo'p. Buni endi nima ishlasa bo'ladi hozir ana shu qo'ygan holatimizga? Bu holatimizda quyosh bor paytda xohlagan narsangizni ishlatishingiz mumkin. 5 kilovatgacha bo'lgan narsa, ha. Choy qaynatsa bo'ladi. Televizor ko'rsa bo'ladi. Televizor ko'rsangiz bo'ladi, bemalol. Ovqat qilsa bo'ladi. Mashin ana. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Xo'p, endi bu hozir oponga qo'yilgan holatda aziz tomoshabinlar, o'sha narxini hozir chiqizib aytamiz sizlarga, bir marta ko'rasizlar mana. Agar batareyani ikkita qo'ysanglar, mana bundan ikkita qo'yilsa, bu eng zo'r ana shu bo'ladi hozir, ha. Xohlasangiz 5 kilovatlikdan ikkita parallel ulashingiz mumkin, xohlasangiz 10 kilovatlik, 15 kilovatlik akkumulyatorlar bor. Bor, ha, bo'ldi. Xo'p, mana usta akamiz aytgandek, o'sha akkumulyator zo'rdan qo'yilgan, unaqa nima emas. Xo'p, boshqa joyda ko'rsanglar, mashinadan akkumulyatorga o'xshaganlarni qo'ygan. Undan ham bu hozir yangi texnologiya, yangi avlod deyiladi. Eng zo'r mana shu bo'ladi hozir. Tashda o'sha narxga tushadi. Ha, tashda o'sha narxga tushadi. Tushishi menyu hammasi bor. Xo'p, mana bu yerda ham mana ko'ryapsizlar aziz tomoshabinlar, mana avtomatlarni hammasini chiroyli qilib qo'yib, hammasini o'rnatib berilgan. Hammasi ko'rsatib turibdi. Hozir uyga mana tok ketyapti. Hammasi ko'rsatilgan ekan. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqa chiqinglar. Xudo xolasa mana Ash nohiyasi bo'ylab dastlabki ustunovkasi ham bor. Xo'p. Tojik Ash nohiyasidan tashqarisiga ham hamma joyga olib borib o'rnatib beramiz. Agar sotib olaman desanglar ham o'zimiz Xitoydan birinchi qo'lab kelamiz. Arzon narxlarda, misol batareyani, inverterlarni, panellarni hammasini arzon narxda qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa aziz tomoshabinlar, mana birinchi qo'l Xitoydan o'zimiz olib kelamiz. Biz birovdan olib naqd o'tmaymiz. Birinchi qo'l o'zimiz premo olib kelamiz, premo sotamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaverasizlar, xudo xolasa. Mana aytib o'tgandek usta akamiz hamma joyga olib borib, ustunovka qilib qo'yib beramiz. Xo'p, mana shu opon qishloqqa qo'yganimiz mana 6 ta panel qo'ydik. Usta akamiz aytgandek, bitta inverter, bitta batareya qo'yilgan, avtomat simpim hamma yog'i ichida 22.000 somondan 25.000 somongacha qo'yib beramiz. Endi nimaga bunaqa narxni o'zgaryapti desanglar, mana bu avtomatlarning har xili bor. Mana bu ko'rsatib turganlar har xili bor. Simlar, mana simlari ham baquvvat ona. Pashti qo'limda kelyapti, simlarni ham ko'ryapsizlar. Shu nimasiga razisa qiladi. Xo'p, ash nohiyasi bo'ylab ana shu holatda bo'lsa, mana shu ko'rgan narsalarni 22.000 somondan 25.000 somongacha qo'yib beramiz, xudo xolasa. Hamma yog'i ichida, hech nima bermaysizlar. Hammasini o'zimiz olib boramiz, chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Doimo tan joninglar sog' bo'lsin. Nima xizmatlar bo'lsa aloqa chiqaverasizlar aziz tomoshabinlar. Biz doimo xizmatdamiz.